Xayrli kech o'rtoqlar. Felicity litiy железо fosfatli akkumulyatorlarini DE invertoriga, low voltage invertoriga uladik. Buni holatini mana ko'rib chiqamiz. Mana BMS kontrollerlari hammasi ishlab turibdi. Bu yerda mana holati litiumda turibdi va gruppasi programmasida 00 turibdi. Endi qanaqa uladik? Raspinovka birinchi bo'lib, bu yerda mana samodelniy qilib yasadik hozir, o'zidagi to'liq bo'lmaganligi uchun 2:1 ga mana bu yerda o'tkazdik. Invertorda 2:1, akkumulyatorda 5-6 ga tushdi. Undan tashqari birinchi akkumulyatorda 1 bilan 5 dip kontaktda va bu yerda mana 2 bilan 5 bo'ldi. Agar ikkita akkumulyator parallel bo'ladigan bo'lsa. Video yoqqan bo'lsa, like bosasizlar deb umid qilamiz. Charchamanglar.